Ular o'zlarini armiya deydi, lekin qachonki muhim nominatsiya uchun ovoz berish payti kelganda ular yo'qolib qoladi. Ular o'zini armiya deydi, lekin tashkil etgan marafonimda qatnashib BTSning kliplarini stream qiling desam agar e'tibor berishmaydi. Ular o'zlarini armiya deyishadi. Keyin BTS bizga o'rgatayotgan asosiy narsalarni unutishadi. Do'stlik, hamjihatlik, birdamlik, bir-birini hurmat qilish. Ular o'zlarini armiya deydi, lekin ular og'zidan chiqayotgan har bir suyakda turmas gaplari bilan butun fandomni nomini yomonga chiqarishadi. Ular o'zini armiya deydi, lekin faqat bitta memberga muxlislik qilishadi va kerak bo'lsa boshqa memberlarni ham yomon ko'rishadi. Ular o'zlarini armiya deydi, lekin BTSga emas, ular obrazidagi fanfic qahramonlariga muxlislik qilishadi. Ular o'zlarini armiya deydi, lekin boshqa armiyalarni hurmat qilishmaydi. Bu gaplarim bilan bironta armiyani yaxshi yoki yomon demoqchi emasman. Shunchaki o'zimizga boshqa tomondan qarab ko'raylik. Video foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Hozircha shu edi. Obuna bo'lishni unutmang. Hammaga annyeong.